Gürlen avtosalon Xudo xolasa 12 trekkerlarga skidka bahada rassovskani ochdi. Elbek bir tushuntirib Qahramon aka mana Xudo xolasa Gurlan avtosalon skidka bahodan ochildi. Ya'ni 10x'lar masalan 176 million 900 ming so'm edi-ku asl bahosi. Endilikda 15 million skidka bilan 161 million bilan rasurchkaga chiqarib ketsa bo'ladi. Faqat avtosalondan bitadi, hech qanday bank aralashmaydi. Banksiz. Banksiz 36 oyga beramiz, ya'ni 30% boshlang'ich to'lov bilan 48 million 500 ming to'laydi. Keyin qolganini 36 oyga bo'lib to'laydi. Oylig'i 3 million 150 ming so'mdan tushadi. Mana ko'rib turibsiz Qahramon aka, 4 dona mashina bor, 1 dona Tracker, 3 dona 10X bor. Bu avtomobilimiz birinchi pozitsiya LS avtomobil bo'ladi, ya'ni 176 million 900 ming so'm, lekin skidka bahasi 161 million. Shu 161 milliondan chiqadi, to'g'rimi? 161 milliondan skidka bahadan rasurchkaga chiqadi. Buning yili-chi buning? Buning yillari 25 variant bo'ladi, lekin mana dekabr oyida chiqqan mashinalar bo'ladi. Qahramon aka. Yashirmaymiz, Xudo xolasa, lekin hammasi bez probek, top-toza ahvolda ko'rib tanlab olib ketishingiz mumkin. Trallerda kelgan mashina. Bundan tashqari Tracker LS Plus'imiz ham bor, ya'ni birinchi pozitsiya 25 variantimiz, uni ham ko'radi, yaxshi olib ketaveradi Xudo xolasa. Ya'ni obunachilarimiz shurushni shoshilib qolsa, Xudo xolasa mashinamiz cheklangan. Kelaveradi. Bunda yangilikni keyin eshitish uchun obuna bo'lib qo'yish kerak bo'ladi kanalimizga. Обязательно obuna bo'lishni yodingizdan chiqarmanglar va qo'shimcha ma'lumot kelsa avtosalonimizga kelinglar. Xudo xolasa tushuntiramiz o'zlarimiz.